Masalan, mana masalan Oltiariqdan Shukur akani Xaladeniydan, Absamadjonni Xaladeniydan, Azamjonni Xaladeniydan, Ismoil akani Xaladeniydan, Eldorbekni Xaladeniydan, Visoljonni Xaladeniydan. Mana shu brend, hammasini o'zini brendi bo'lsa, masalan, keldi. Zo'r yuk. Kimiki mana bunday keldi. Mana brend kimiki? Masalan, Eskarabdan nima deydi? Sharif akani brendi mana zo'r. Davay bunda tezda 5 ta vura, 4 ta vura kunda yuklasin. Shunaqa brendlarga o'tishimiz kerak. Tagi teva ochganda bir xil. Bunday ochatdan keladi-da. O'zbekskiy tovari, bunday qara, u bir xil o'tdi mana. Tagi zo'r deydi. Davay bundan menga tezda bir tonna ber deydi. O'sha reklama bo'ladi. Xalq yeydi-da, tagi zo'r, sifati bor, mazasi bor. Pishganda uzishni boshlabdi. O'sha xom uzmayapti ekan. O'zbekistonning mahsulotlari ham yetiltirib uzilyapti ekan mana. Davay deydi. Nimani O'zbekistonga qarataylik deydi. Asosiy ob'yom deydi. Sirazi boradi, naqd pul bilan boradi, valyuta ham kiradi. O'zbek tovarini brendi ham oshadi. Xalqni, millatni, vatanda valiki masalan, rivojlanishi yana nima bo'ladi. Mana qaranglar mana. Keldi mana, uzum qayerdan kelgan? O, mana Polosondan kim jo'natibdi? Absamadjon. Absamadjonni brendi zo'r mana. Malades. Ne keladi? Ochadi uzum. Qayerga? Qumtepa. Mana. O, Dilmurodjon mana Kurgidolda yangi Xaladeniyni ochgan ukamiz mana brendi mana. Brend zo'r, tovar zo'r, o'zini o'ziga tortyapti. Mazasi zo'r, pishganda uzish boshlandi. Xom uzilmayapti. Mana shu qayerda Marg'ilonliklarda brendi mana. Masalan, Azzakan ofisdan kelgani, misol Avazbekda ofisdan kelgan. Kimlardir-da masalan, Qumtepadagi ofislardan kelgan yoki Millaqayrag'ochdan kelgan, Fayzoboddan kelgan yoki Oltiariq yo Toshloq yo Quva yo Namangan. Qayerdir masalan Andijon brendlar kelyapti, yuk zo'r. Davay pishganda uzilyapti. O'zbekistondan ham shunaqa qaror chiqibdi. Xom uzilmasa ham pishganda va sifatli mahsulot eksport bo'lyapti deydi. Hamma qattiq harakat qiladi, xudo xohlasa.